13-bob babu raf'il yadayni fi du'a. Duoda qo'lni ko'tarish. Buni ham ko'pchilik so'raydi, qo'lni ko'tarish bormi o'zi yo'qmi deydi. Qadimdan ummat duo qilganda qo'lini ko'tarib kelgan. Bu narsalarda shuni bilishimiz kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlaridek, ummatim zalolat ustida jamlanmaydi deganlar. Musulmon zoti borki, qo'lni ko'tarib duo qilish bor har qanday toifasida. Endi o'zi kelib kimdir hadis zaif ekan, duoda qo'lni ko'tarish yo'q ekan, sunnat emas ekan degan gaplarni ko'tarib chiqishligi bu yaxshi narsa emas. Odamlar ichida minglab yillardan beri amal qilib kelingan narsani, bir o'zi hech qanday yomon joyi ham yo'q narsani, shuni endi bidat deb ixtilof chiqarish. Rasululloh ko'targanlar duoda qo'lda. Hamma vaqt ko'tarmaganlar, to'g'rimi? Dasturxon boshida ham, hojatxonaga kirishdagi duoda ham, hojatxonadan chiqqandan keyingi duoda ham hamma duoda qo'lni ko'tarib o'rmaganlar, to'g'ri. Lekin bo'lganda qo'lni ko'tarish bor. 3865-hadis. Salmon radhiyallohu anhu aytadilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Inna robbakum hayyun karimun yastahi min abdihi an yarfa ilayhi yadayhi fayaruddahuma sifran aw qala khaibataini." Robbiylar hayy, hayolik zot, karim, sahiy zot. Bandasidan hayo qiladiki, agar bandasi unga ikki qo'lini ko'tarsa, uni bo'sh qilib, umidsiz qilib qaytarishligidan. Xoibatayni degani shafqatsiz qilib qaytarishligidan. Mana ochiq dalil. Banda ikkita qo'lini Allohga cho'zsa, Alloh uni bo'sh qaytarishdan uyaladi, deyaptilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Demak, duo qilganda qo'l ko'tarilarmikan mana? Ochiq dalilki bu. Endi farq shundaki, bizda odamlarda to'g'ri, hamma duoda qani amin deb birdan qo'lni ochib olish bor. Bizda odamlar shukronani ham yoki zikr uslubidagi duolarda ham qo'lni ko'taradi. Ana u narsa haqiqatdan ham u sunnatda kelmagan. Shukronada masalan, ovqat yegandan qani amin qilinadi bizda, to'g'rimi? Ovqatdan avval ham, ovqatdan keyin ham. Mana bu narsani Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilmaganlar haqiqatdan. Mayli qilsangiz qilavering, biz bu bilan shu osmon uzib yerga tushadi deb emas. Lekin biz qilmaymiz shu ishni. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ovqat boshida duo qilardilar. U shukrona uslubidagi duo u. Xuddi shunday, masalan, tahorat qilishdagi duo, qilib bo'lgandan keyingi duo, hojatga kirishdagi duo, chiqqandan keyingi duo va hokazo duolar, masjidga kirishdagi duo, chiqqandan keyin duo. Bularda hammasida qani amin deb qo'l ko'targanliklar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelmagan. Nimaga? Chunki bular zikr uslubidagi duolar. Hozir mana hadisda aytilgandagi duoni qarang siz. Bu iltijo uslubidagi duo. Iltijo uslubidagi duoda qo'lni ko'tariladi. Iltijo nima degani? So'rash bir nimani, ber menga deyishdi. O'zi masalan bir odamga ber deyishda ham qo'l cho'ziladi-ku. Vallahi masalul a'la, ana shunday Alloh taolodan bir narsani so'raganda ham qo'l cho'zib so'raladi. Ammo zikr va shukr uslubidagi duolarda, istioza uslubidagi duolarda qo'l ko'tarilmaydi. Endi bizda odamlarda ana shu hamma duoda qani amin qilib qo'lni ko'tarilaverishlik, bu lug'at, bizning lug'atimiz arab tilidan ayrilib qolgandan keyin ana shunday bo'lib qoldi. Chunki odamlar u zikr duosi qaysiligini, shukr duosi qaysiligini, iltijo duosi qaysiligini arab tilini bilmagandan ajrata olmaydi. Ana shu uchun ilingan duoda qani amin deb qo'lni ko'tarish bizda joriy bo'lib qolgan. Mayli, ko'taraversin. Uni hozir islohot ish shundan boshlanmaydi. Qo'lni ko'tarsa do'zaxga ketadi degan joy yo'q. Lekin endi biz o'zimiz amal qilishimiz uchun aytayapmiz buni. Tushungan odamlarga. Endi qarang, Alloh qo'lni bo'sh qaytarishdan uyalar ekan. Hayyun karim deyilyapti va sahiy Alloh. Inson Allohning ba'zi sifatlari bilan sifatlanishligi hammasida emas, ba'zan fazilat bo'ladi. E'tibor bering, hammasida emas debman. Misol uchun Allohning kibriyo sifati bor, uni aytdik. Banda kibriyo bilan sifatlanishligi fazilat emas, harom bandaga. Allohning jabarut sifati bor, bandaga joiz emas jabarut bilan sifatlanish, harom. Zolim bo'lib ketadi chunki banda agar jabarut bo'lsa. Ammo ba'zi sifatlari bilan Allohning banda sifatlanishligi joiz deganda, masalan, hayo sifati Alloh taoloning. Banda bilan sifatlanish kerak. Karimlik sifati Alloh taoloning, saxovat ya'ni. Banda bilan sifatlanish kerak. Shunga binoan demoqchimiz, qarang. Agar siz ham ana shunday
Allohdan bir narsa so'raganingizda Alloh sizni bo'sh qaytarmasligini istasangiz, siz qo'lingizni ochib Allohdan so'raganingizda, sizdan ham qo'lini ochib so'rayotganlarni imkoningiz boricha bo'sh qaytarmang qo'lini. Chunki siz agar shu sifat bilan sifatlanar ekansiz, Hayyun Karim sifati bilan, bir odam kelib sizga yordam ber deyapti, qo'lini cho'zib o'tiribdi, qanday endi yo'q deyman bunga deb uyalib, saxovati qo'zib, karim bo'lib, ana shunda qo'liga bir nima tutqizib yuborsangiz, Alloh taolo endi batariqalo Hayyun Karimmi? Alloh hamma sifatda bandasidan ustun bo'lishi kerak. Ustun ham. Ana shu uchun endi boshqani duosini mustajob qilmasa-da, sizni ana shu sifatingiz uchun duoingizni mustajob qiladi Alloh. Chunki bu banda bo'lib turib Hayyun Karim bo'lyapti, endi men unga Hayyun Karim bo'lmaymanmi deydi. Ya'ni u bandalar undan kelib so'raganda, u holbuki o'zi ham bitta banda. Hayyun Karimligi qo'zib, qo'lini bo'sh qaytarmayapti so'raganlarni. Endi men Robb bo'lib, u banda mendan so'raganda, men qo'lini bo'sh qaytaramanmi deydi. Xuddiki buni ma'nosi hali irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama degandek. Yerdagiga rahm qilsang, bu banda bo'lib rahm qilyapti deydi-da, samodagi zot senga batariqalo rahm qiladi. Xuddi shunga o'xshash deyapti mana bu ham. Shuning uchun nima qilish kerak? Ana shu sifat bilan sifatlanish kerak. Endi qo'ldan kelgancha albatta. Ba'zan tarbiya uchun bunday qilmasa joiz. Odam bunda o'zini qalbida o'tayotgan kechinmasini o'zi biladi. Balil insonu ala nafsihi basira degandek. Misol uchun oldingizdan bir tilamchi keladida, bezbetlik qilib sizga tilamchilik qilaveradi. U keyin o'sha narsaga agar har safar so'rasa beraversangiz, o'rganib qoladi. So'rasam uyalgandan beraveradi deb. Endi uni siz tarbiyalash maqsadida, qizg'anib emas undan. Bu tegin tomoqlikka o'rganib qoladi bu turishda degan maqsadda ana shunda bermasangiz, siz Hayyun Karimlikdan chiqmaysiz. Tarbiya maqsadida ba'zan man qilish joiz. Alloh oyatda shunchalik ham wala tabsutha kullal bast degan. Qo'lingni ikki tomonga mutlaq ochib yuborma. Ya'ni sahiy bo'lish kerak ekan deb kim so'rasa beravermaydi. Tarbiyalash kerak ozroq odamlarni. Endi uni inson qalbidagi kechinma, u o'zi biladi. Avvalo Alloh biladi. Nima uchun bermayapti? Qizg'anchilikdan yoki tarbiyalamoqchimi o'sha tilamchilarni ya'ni. Odamiga berish kerak buni shunchadan. Masalan, bir yosh bola kelib sizdan ana shunaqa qilib tilamchilik qilsa, nima qiladi? Olib borib uni behuda narsaga ishlatadi. O'yin o'ynaydi. Pulni olib borib. Masalan, bir ayol qulda bolasi bilan kelib o'tiribdi. Uni bersangiz, tabiiyki, u hozir shu kerak narsaga ishlatadi. Yoki bir qariya odam. Ana shunga qarab, o'rniga qarab hal qilinadi xullas bu. Ya'ni Hayyun Karim deganda hamma vaqt beriluverish kerak degani emas bu. O'zi bitta dalil, masalan, Alloh taolo ham shu qo'lini bo'sh qaytarmayman degani bilan hamma so'raganlarni berayotgani yo'q-ku, to'g'rimi? Ba'zilarnikini shu bersa unga yomon bo'ladi deydi-da, bermaydi Alloh. Ba'zilarnikini qiyomatga olib qo'yadi, ba'zilariga undan yaxshi narsani beradi, uni evaziga bir baloni daf qiladi ba'zilardan. Demak, Hayyun Karim degani o'sha bo'sh qaytarmayman degani ham mana Alloh haqqida ham kerak bo'lsa, faqat beraverish degani emas ekan deyapmiz. Va bandani haqida ham xuddi shunday batariqa Alloh. Banda ham faqat beraverish kerak degani emas, Hayyun Karim degani. 3866-hadis. Ibn Abbos radhiyallohu anhudan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Idza da'awtalloh fad'u bi butuni kaffayk va la tad'u bi zuhurihima, fa idza faragta famsah bihima wajhak." Agar Allohga duo qilsang, ikki kaftingning ichi bilan duo qil. Orqasi bilan emas. Duodan bo'shanganingda ikki kaftingni yuzingga sur dedilar. Ya'ni ikki kaftingning ichi bilan duo qil degani, qo'lni ochib duo qilish kerak Alloh taologa. Kaftingiz osmonga qaratib. Kaftingning orqasi bilan emas deyaptilar. Orqasi bilan degani, ya'ni ba'zilar juda ko'tarib oladi-da qo'lini tepaga, qarasangiz kafti yerga, kaftini orqasi esa osmonga qarab o'tirgan bo'ladi. Bu Allohdan bir nimani olyapsizmi siz yoki Allohni daf qilyapsizmi o'zingizdan? Uzoqlashtiryapsizmi? Qo'lni orqasi nimaga ishlatilinadi? Qo'lni orqasi bir narsani itarishga ishlatilinadi. Qo'lni ichi qabul qilishga ishlatilinadi. Demak, siz ham agar duo qilganingizda qo'lingizni orqasini osmonga qaratib o'tirsangiz, tepaga qarataman deb, siz olmayapsiz, daf qilyapsiz. Shuning uchun ham kaftingni qaratib o'tir deyaptilar. Illo istisqo duosida,
Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yomg'ir so'rab duo qilganliklarida kelgan, Imom Muslimdagi rivoyat. O'shanda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu darajada qo'llarini baland ko'tardilarki, qo'llarini orqasi osmonga qarab turardi deyilgan. Baland ko'targanliklaridan. U tabiiyda u mana bunday baland ko'targan qo'lingizda o'z-o'zidan orqasi osmonga, kafti esa yerga qarab qoladi. Tabiiy o'z-o'zidan ya'ni. Baland ko'tarib yana ham uni kafti osmonga qilish qiyin narsa. Bunday qilganda o'z-o'zidan tabiiy kaft pastga qarab qoladi. Ana shunda uni ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qasddan shuni pastga qaratish kerak deb qaratmaganlar. Baland ko'targanliklari uchun qo'llarini yolvorish ma'nosida. O'shanda kaftlari yerga qarab qolgan. Ba'zi ulamolar shuni olib istisqodagina kaftni yerga qaratish kerak deganlar. Men o'ylaymanki, Alloh alam bu narsa qasd bilan yerga qaratilishi kerak deb aytilmagan. Chunki u shu mubolag'a darajada ko'tarishdan shunaqa bo'lib qolgan. Hadis umumiyligicha demoqchiman, ya'ni hamma vaqt kaft yerga qarab osmonga qarashlik kerak. Xo'p, endi mana shu ham dalilki Alloh yuqorida. Nima uchun biz kaftimizni tepaga qaratamiz? Bu muammo bu haligi ash'ariylik, maturidilik yoki o'sha ahli hadis mazhabi ixtilofi, biz unga kirishmoqchi emasmiz. Lekin hadisda o'rnida foyda uchun aytayapmiz. Bizning e'tiqodimiz bu. Agar Alloh yuqorida bo'lmaganda nima uchun kaftimizni yuqoriga cho'zamiz? Nima uchun orqasini qaratma yuqoriga deyilyapti? Yerga qarat orqasini deyilyapti. Ichingni, kaftini yuqoriga qarat deyilyapti. Demak, yuqoridan tushadi-da Alloh taoloning mustajobligi ham, ne'mati. Shuning uchun ham kaftni yuqoriga qaratilyapti. Keyin hadisning oxirida aytilyaptiki, agar forig' bo'lsang duodan, yuzingga sur ikki qo'lingni. Mana bu ochiq dalil yuzga surishlik duoda joizligiga. Bu hadis Imom Abu Dovudda ham rivoyat qilingan. Hadis bor xullas, sunanlarda kelgan. Uni bid'at deb rad qilib tashlanishlikka hojat yo'q. Xususan jamiyatda shu narsaga o'rganib qolingan ekan, kelib endi uni shu qo'lga suramanmi, surmaymanmi deb ixtilof chiqarilmaydi. Hamma yuzini suryaptimi, qo'lini yuziga suryaptimi, qo'lni yuziga surilinadi. Keyin o'zi bir qiziq hamda bunday qo'lni ko'tarib o'tirib tashlab yuborish. U nima degan narsa? Nima bir ma'no bor unda? Bunday ko'tarib o'tirib tashlab yuborish. Kaftni nimaga och deyilyapti qarang, osmonga. Kaftni och degani dalilki qandaydir bir barakotlar tushadi shu kaftingga duo qilganingda. Endi tashlab yuborasanmi shu barakotlarni yerga? Surasan-da uni yuzingga. Odam gohida bir o'zini ehtirom qilgan, yaxshi ko'rgan odami bilan qo'lini berib ko'rishsa, uni qo'lini tabarruk qilib yuziga suradi-ku. Allohga cho'zilgan qo'lni endi yuziga sursa nima qilibdi? Uni tashlab yuborgandan. Shuning uchun ham doim aytamiz biz, inson haligi ilmni endi darvozasidan kirar ekan, o'zicha sahih edi, zaif edi degan gaplarni o'rganib qolsa xususan. Ana shunaqa narsalarni rad qilishga shoshilar ekan odatda. Bu yo'q ekan o'zi, aldanib yurgan ekanmiz shu paytgacha deb. Keyin o'qaversa bunday bir ma'no mantiqlarini qarasa shariatda, bu narsalar sahih zaifligidan qat'iy nazar boshqa bir ma'nolar bilan quvvatlanadi bu mana shunaqangi mantiq bilan. Xullas mana yuzga surish bor, qo'lni ko'tarish ham bor.